Assalomu alaykum Agrohouse kuzatuvchilari. Bugun Agrohouse jamoasi Andijon shahri Asaka tumani Axtachi qishlog'iga keldi. Bu yerda Gollandiyani Ezazaden kompaniyasining Lotte F1 Bulg'ori qalampiri urug'lari ekilgan. Bu yerda 50 sotix maydonga ushbu Lotte F1 duragayimiz ekilgan bo'lib, bu yerni egasi ko'chatchimiz Sardorbek aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar avvalambor hammanglar. Mana bu yil bu yerga 50 sotik joyimizga ikkinchi yil Lotto sortimizni ekishimiz. O'tgan yil ham ekilgan общий maydonga. Boshqa maydonlarimizda boshqa bodring, pomidor, boshqa duragay sortlarimiz bor общий. O'zi 1,5-2 gektar atrofidagi issiqxonamiz mavjud. Bu Lottoni mana ikkinchi yil ekishimiz bo'lib, Rossiyaga eksport bo'lib, mana hozir uzilgani bir 3-4 kun bo'ldi. Bir marta terim qilindi bu holati, bu jarayoni. O'zi nechinchi sanada ko'chat urug' tashaldi? Buni dekabrni 5 bilan 10 atrofida tashalgan. Bu endi issiqlik nimasi yo'q, isitish sistemasi yo'q bo'lib bo'ladi. Shuning uchun kechroqqa холодный holatga deb mo'lja qilingan, 90 kun atrofida tayyor bo'ladi deb martni 7sida ekish boshlangan. Terim bir 4 kun oldin terim bo'ldi bu. Bir qator birinchi uzumni qildik. Ertaga yana terim qilamiz, xudo xolasa. Faqat eksport yo'nalishida? Eksport ham ichki bozorga. Aslida bu eksportga hozirda eng lider sortlardan biri deb hisoblasak ham bo'ladi hozir. Qanaqa ozuqalar berdingiz shu vaqtgacha? Ko'chatlik davrida ko'chatni tomirini rivojlantirish uchun mikroelementlardan, ozuqalardan tomirini chirishiga, zamburug' kasalligiga qarshi emlab borildi. Ekilayotganda birinchi o'rinda mana fosfor berildi. Ko'chatni ekishda tanasini ishirib, gullash davrlarida mikroelementdan aslida bunga ko'proq kaliy, kalsiyli o'g'itlardan ko'proq berib turish kerak. Temir moddasi bor. Hamma mikroelementdan qo'shib, hammasini oziqlantirib berib tursa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sug'orish sistemalari qanaqa? Sug'orish sistemasi endi buni холодный holat deganisini gullayotgan davrida ozgina suvdan tortiladi. Chunki ushlab olgandan keyin, no'xatdek katta bo'lgandan keyin suvni sekin bosib, kaliyli, kalsiyli, NPK, fosforli o'g'itlardan ko'proq beriladi. Buni ko'proq mana hozir terim bo'ladi. Terim bo'lgandan keyin bir 10-15 kundan keyin buni bu yog'i mayning oxiriga, iyunga bosib turib, suvga talab juda kuchli bo'ladi. Keyin bu sortimizni mana hozir ko'p chanqatib, buni bu yog'iga chanqat bo'lmaydi. Chunki chanqatadigan bo'lsangiz, mana bolgarskiylarda bu yerlarida irishlar, sasishlar bo'ladi. Ko'pchilik kalsiy bersa ham buni kalsiy yetishmovchilik deb o'ylaydi. U undan emas. Biz endi o'zimizni bilganimiz buni ko'proq chanqatib sug'orishdan kelib chiqadi bu narsa. Shuning uchun chanqatib sug'orib bo'lmaydi. Yengil tez berib turish kerak bularga. Endi qanaqa yutuq taraflari bor? O'shalarni ham aytib o'tsangiz. Yutuq tarafi endi buni ko'kligiga hozirda hozir mana nomer talabchan bo'lib, nomer 1 desa ham bo'laveradi. Boshqa endi gibridlarga nisbatan. Mana necha yildan beri ekilagan bo'lsa, 10 yilni bu yog'ida ekilyapti bu sort, hali bir o'zini yomon taraflari bilan halicha unaqangi bir qolib ketadigan sort emasda endi. Hozirgacha ekilyapti bu. Eksportga talab katta. Eksportga juda ko'p talab, ha. Kamchiliklari bormi bu? Eng kamchiligi avvalo dehqonning o'ziga ham bog'liq. Kimgadir yaxshi qaramasdan virus tushirib qo'ysa yo shira yoki boshqa narsalarni eplay olmaydigan bo'lsa, u hammaga har xil. Mana necha yildan beri ekayotgan bo'lsak, mana shu yerga mana o'tgan yil ham ekdik, baraka topdik. Bu yil ham ikkinchi yil mana ekilyapti bu yer. Xudo xolasa yaxshi. Narx-navolar ham yaxshi hozirgi paytda. Mana bugun 20 ming so'm, 21 ming so'm Rossiyaga eksportga olinyapti. 15-may holatiga to'g'ri keladigan bo'lsa, shunaqa. Endi har birida hozir 1 kiloga yaqin hosili bor. Shu 50 sotix maydonga nechta ko'chat tashalgan? Hozirda ekilgani 17 mingta atrofida ko'chat ekilgan 50 sotixga. 18 ming bilan 17 ming ichida ekilgan. 1 metrga 3 tadan qilib ekkanmiz ko'chatni. Ko'chat bilan ko'chatning orasi shtobali bir-biriga suyash kerak. Sinib ketmasligi uchun agatni 80, pushtani 60 qilib. Endi bu gibridimizni kasallik, zarar kunandalarga chidamliligi qanaqa? Kasallikka endi chidamliligi avvalo endi o'zimizga bog'liq bu narsa. Vaqtida ishlov berilmasa kasalligiga, shirasiga, ayniqsa balgaram tez oq pashsha shira chaqiradigan narsa bodringga o'xshagan bu ham.
Shuning uchun mana bo'lib ham endi ochiq hamma atroflarini ochib yuborganmiz, bari iloji yo'q. Oqpashsha, boshqa har xil zarar kunandalar kiradi. Shuning uchun tushsa tushmasa 10 kun, 15 kunda bir profilaktika qilib ishlov berib turish kerak buni. Hamshiraga, oqpashshaga, zamburug'lik kasallik, zang kasalliklarga, viruslarga emlab qo'yib tursa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi qaramasangiz, qilmasangiz bari iloji yo'q, tushadi bunga. Hamma sortga ham. Shuning uchun iloji boricha buni tushmasdan oldin olish kerak, hamma narsani ham. Profilaktika sepib turish kerak. Albatta, profilaktika qilib sepib tursak yaxshi bo'ladi. Boshqa dehqonlarimizga ham tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, ekishni maslahat beramiz. Mana Namangonda noyabrda beri ekishadi, hozirgacha sotishyapti. Ular ancha narxini balandligida chiqarishgan, 2-3 gektarga ekishgan. Bular ham ichki bozorga, tashqi Qirg'iziston, Qozog'istonga olib berishyapti. Maslahat beramiz albatta, ekishlarini hammaga tavsiya qilamiz. Ushbu Lotto F1 urug'imiz bo'yicha savolingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling.